Ertaga havo 20 darajagacha isiydi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosishni unutmang. O'zgidromet ertaga 17-mart kuni kuzatilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 3-8 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 darajada iliq, kunduzi 13-18 darajada iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda o'sadi. Ba'zi joylarda sekundiga 13-18 metrgacha bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 7-12 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda sekundiga 13-18 metrgacha bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 15-20 darajada iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 15-20 darajada iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 darajada iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 darajada, kunduzi 15-20 darajada iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog' hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'lib, yomg'ir va qor yog'ib, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-2 darajada sovuq, kunduzi 5-10 darajada iliq bo'ladi.